Hazreti Yusufning quduqqa tashlanishi. Boshqa qarindoshlarimo Yahudaning fikrini qabul qilib, hammaylan birlikda uni quduqqa tashlashga qaror qildi. Bu quduq Iordaniyaning atrofida bo'lib, At qavmining zolim hukmdorlaridan Shaddod uni Iordaniyani qurgan vaqtda qo'latgan. Quduqning og'zi tor, ichi keng edi. Yusufning akallari quduqning beshiga keldi. Yusuf qarindoshlarining pashlariga esilib, akallari uning yolvurishiga qaramay, yanala Yusufni quduqqa tashladi va bir yerlarga yipishib olmasin deb qo'lini bog'lab yalang'ochladi. Dadasini ishondirish uchun bir qo'y so'yib qonni ko'ngliga surkadi. Yusuf ko'ngligini soldirgan qarindoshiga: "Qarindoshlarim, ko'nglimni qaytarib beringlar. O'lib ketsam, menga kepan bo'lsin" degan bo'lsa-mu, uni qaytarib bermadi. Nihoyat Yusufni quduqning yerimigacha sangalatgandan keyin tushib o'lsin deb arg'amchini kesivatdi. Quduqda suv bor edi. Yusuf quduqning ichidagi bir toshning ustiga chiqib, "Balkim qarindoshlarim marhamatga kelib meni bu yerdan qutularar" degan umid bilan nido qildi. Lekin qarindoshlari "O'lmabdi" deyishib tosh etishga urindi. Ammo ularni Yahuda to'sib qoldi. Qarindoshlari Yusufni quduqqa tashlagan vaqtda Alloh taolo Jibrilga nido qilib, "Qo'limni qutqaz" dedi. Jibril alayhissalom darhol buyruqni bajo keltirib, Yusufni tutib bir toshning ustida o'tirg'izdi. Uningga jannat yemakliklaridan yegizib ichirdi. Ondan Ibrohim alayhissalomning ko'ngligini kaydirdi. Hasan Basri mundaq deydi: Yusuf quduqqa tashlanganda 12 yoshda edi. Dadisi Yaqub alayhissalom uning bilan 40 yildan keyin didor ko'rishdi. Quduq intayin qo'rqinchli bo'lib, ichida yilonlar, chayonlar va boshqa hasharotlar bor edi. Bularning hammasiga sirtqa chiqmaslik haqida amr berildi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlangan chog'da Alloh taologa mundaq iltijo qildi: "Ey g'oyib bo'lmagan shohid, ey yiroq bo'lmagan yaqin, ey mag'lub bo'lmagan g'olib, men ichida bo'lgan bu qiyinchiliklardan meni rohatlikka chiqar. Menga bir qutulish ishki och." Rivoyatlarda deyilishicha, Yusuf alayhissalom quduqda 3 kun qolgan, 1 soat qolgan degan rivoyatmi bor. Jibril alayhissalom quduqda Yusufga shu duoni o'rgatdi. Har turlik qiyinchilikni ko'tarib o'tgan, har duoni qabul qilgan, har turlik sunuqlarni tong'uchi, har turlik qiyinchiliklarni osonlashtirguchi, har yo'qsulning egisi va har yolg'izning sirdishi bo'lgan Allohim. O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Rabbim, seni nuqsonsiz bilaman. Ichida qolgan shu qiyinchilikdan bir rohatlik, bu balodan bir qutulish ishkini sendan tilayman. Ey Rabbim, so'ygingni qalbimga shundoq yerlashtirki, uningdan keyin hech bir andisham qolmasin. U yerda sendan g'ayrining zikri bo'lmasin. Ey Rabbim, meni muhofazat qilgin. Yo Arhamar Rohimin. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlanish bilan Allohni zikr qilishga boshladi. Farishtalar uning ovozini anglab, Alloh taolodan bu go'zal ovozni tinglash uchun ruxsat berishni talab qildi. Alloh taolo farishtalarga: "Sizlar burun yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan. Holbuki biz seni pok deb madhiylaymiz, muqaddas deb madhiylaymiz" dedi. "Demaganmitinglar?" deb farishtalarga bir zamonlarda degan so'zlarini aslatgandan keyin ularga ruxsat qildi. Ruh va qalb ilohiy olamga mayl bo'ladi. Nafsga oid bo'lgan quvvat va hislar hayvoniyat olamiga mayl bo'ladi. Agar inson o'z holiga qo'yib berilsa, nafsi ruhiga hokim bo'ladi. Bu fosiqlarning ahvolidir. Agar qalb zikr orqali go'zal axloqqa erishsa, g'olibiyat ruh va qalbga mansub bo'ladi. Nafs, badan va ruh qalbga agishidi. Bu saidlarning, ya'ni baxtiyor kishilarning ahvolidir. Anbiyo, avliyolar Alloh tarafdan vahiy va ilhom bilan himoya qilinganligi uchun beshiga kelgan musibatlarga sabr qilib, bu imtihonlarni Janobi Allohga yaqinlashishga vasila deb biladi.
Janobi Allah Yaqub Yusuf alayhissalomga jafo mushaqqat, hasrat cheksimi sabr qilib Allohga yig'ilishib, Alloh taologa yuzlanishi, doim uning bilan birga bo'lishi va butun fani, vaqtliq aloqalardan qutulib, ustun martabalarga yetish uchun eg'ir qayg'u hasrat taqdir qildi. Chunki ba'zi martabalarga faqat jafo mushaqqatlarga bardoshlik berish orqali yetkili bo'ladi. Amaliyotda Hazrati Yusufning 12 yil zindonda yetishining bir hikmati tanholik, parhez, mushaqqat va tirishchanlik bilan ma'naviy jihatdan kamolatga yetkazish edi. Yusuf dadasining yanida turgan bo'lsa, balki bularning haqiqatiga muyassar bo'lmagan bo'ladi. Mana bu hikmat sababidan nabiylar ma'lum mazgil o'z vatanidan ayrilib, g'erib yashagan. Yusufni quduqqa tashlab qarindoshlari uyiga qaytib, yolg'ondan yig'lagan qiyofatga kirib oldi. Qur'onda bu manzara mundoq bayon qilinadi. Ular kechda otasining yoniga yig'lab kelishdi. Ular: "Ey otamiz, Yusufni narsalarning yoniga qo'yib, yugurgili ketib qopdiq. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi, sen bizga ishonmaysan", deyishdi. Rivoyatlarda aytilishicha, yo'ldoshi bilan urushib qolgan bir ayol yig'lagan holda qozi Shurayfning yoniga arz qilib keldi. Bu asnoda ularning yonida bo'lgan Shaibi mundoq dedi: "Ey Aba Umayya, bu ayolni gunohsiz deb o'ylayman. Qandoq yig'laganligini ko'rmadingmi?" Buning bilan qozi Shurayf mundoq javob berdi: "Ey Shaibi, Yusufning qarindoshlari ukasiga ziyonkashlik qilib, otasining yoniga kelgan edi. Bu ko'z yoshlarga qarab hukm chiqarish to'g'ri emas, lekin maydonga kelgan voqeaning haqiqatiga qarab hukm qilish kerak." Haqiqatan Yusufning qarindoshlari saxta ko'z yosh to'kib, ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qonga bo'yab elib kelishgan edi. Yaqub bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyliqcha safar qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tirishimga Alloh madadkordir, dedi. Rivoyatlarda deyilishicha, Yusufning qonga bo'yalgan ko'ngligini Yaqub alayhissalomga elib kelganida, dadasi uni yuziga surtib, "Bu kungacha mundaq yumshoq xo'yliq bir bo'ri ko'rmadim. O'g'limni yeb, uchisidagi ko'ngligini yirtmabdi", dedi. Sabr Jamil Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalom uchun to'kkan ko'z yoshlari tillarga daston bo'ldi. Buni Yunus Amra mundoq qalamga oldi: "Men bir Yaqub edim o'z holimda. Allohning ismi bor edi tilimda. Yo'qitib qo'ydim Yusufni Kanon diyorida. Yig'lar Yaqub yig'lar Yusuf dardida. Yusufim mening ko'tirib ol qon atdi. Bo'rilar yedi deb bo'hton atdi. Yusufning ko'ngligini bilmadim nima qildi. Yig'lar Yaqub yig'lar Yusuf dardida." Ko'z yoshi to'kkan Yaqub alayhissalomga sabr qilishdan boshqa chora yo'q edi. U haqiqatan hech kimga ahvoldan shikoyat qilmay sabr qildi. Yaqub aytdi: "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman", dedi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomdan mundoq so'radi: "Yaqubning Yusufga bo'lgan hijroni qaysi darajaga yetdi?" Jibril alayhissalom bolasi o'lib ketgan 70 onaning hijroniga javobini berdi. Payg'ambar alayhissalom: "U holda uning savobi qanchalik?" deb so'radi. U 100 shahid savobidir. Chunki u Allohga hech yomon xiyolda bo'lib boqmadi, dedi. Mana bundaq savr go'zal savrdir. Go'zal savr boshqa kelgan balo, musibatlarni hech kimga shikoyat qilmay, faryotsiz, shikoyatsiz, chidom va g'ayrat bilan qabul qilishdan iborat. Hazrati Yusufning quduqdan chiqarilib setilishi. Otasi o'g'lining hasratiga sabr qilib yashayotgan vaqtida Hazrati Yusufmo quduqda shundoq tavakkul va taslimiyat bilan yashayotdi. Bu asnoda bu yerdan bir karvon o'tdi. Ular suvchisini suv elib kelishga avatdi.
U so'g'isini quduqqa tashladi va "Xo'sh xabar, mana bir o'g'il bola" dedi. Ular uni tijorat meli sifatida maxfiy tutdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. Ular Yusufni sanoqli bir qancha tangaga arzon bahoda sotibdi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. Yusufni sotganlar uning ko'zni qamashtirgudek go'zalligiga qaramasdan uni arzimas bahoda sotdi. Chunki ular egisi chiqib qolsa, bizdan elib olishi mumkin deb andisha qilib uni tezroq qo'ldan chiqarib o'tish uchun shunday qildi. Shayxi Akbar Muhiddin ibn Arabiy mundaq deydi: Allohning amri azaldilla bekib ketgan o'zgarmas hukmdir. Sirning haqiqatga aylanishini iroda qilganida buni qullarga bir kamchilik ishlatkizish orqali amillashtirdi. Yusuf alayhissalom bir kuni aynakda o'zining aksini ko'rib, go'zalligidan mag'rurlangan holda, agar qul bo'lib setilsam, bahosiz bo'lib qimmat bahoda setilgan bo'lardim, degan edi. Mag'rurlanishidan iborat bu kamchilik tufaylidan u qul qatorida arzimas bahoda setildi. Shundaq naql qilinadiki, bir kuni payg'ambar alayhissalom masjiddan uyga qaytayotganida ushoq bolalar oldini to'sib, Hasan va Husaynga berganingdek bizga bir narsa bermasang, seni qo'yib bermaymiz, dedi. Payg'ambar alayhissalom Bilal raziyallohu anhuga: "Sen ketib nima topsang ilib kel, bulardan o'zimni setib olay", dedi. Bilal 8 talga yaqin yangoq ilib keldi. Payg'ambar alayhissalom bu yangoqlar bilan ushoq bolalardan o'zini setib olib, orqadan mundoq dedi: "Qarindishim Yusufni arzimas bahoda sotdi va mana menimi 8 tal yangoq setib etdi", deb ma'nilik so'z qildi. Muhim bo'lgani sirtqi va fani go'zallik bo'lmasdan, balki qalbiy go'zallikdir. Bu haqda hadis sharif mundoq deydi: Alloh taolo sizlarning tashqi qiyofatinglar va suratinglar emas, qalbinglarga qaraydi. Hajar onamizdan Ismoil alayhissalom uning naslidan payg'ambar alayhissalom dunyoga keldi. Badan go'zalligining baqimati yo'q. Tan bo'lsa ruhning g'alibidir. Inson ma'naviyati bilan izzat obro'yliq yoki xor va zabun bo'ladi. Ya'ni bir insonning pok qalbi va go'zal amallari bo'lsa, Alloh dargohida qabuldir. Aksicha, uning go'zal ruxsari yoki ko'pligan mol dunyosining bo'lishi muhim emas. Teni qul qilingan inson bundaq arzon bahoda setilgan yerda ruhini, shakvani, nafsani orzularining quli qilganlar qandoq bir oqibatga duchor bo'ladi? Buning uchun mu'min izzatini bilishi, hech qachon nafsiga qul bo'lmasligi kerak. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: "Aytib baqsang-chu, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga agishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan?" Qur'onda mundaq deydi: "Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga, uni yaxshi kutgin, bizga asqatar yoki bola qilib olamiz", dedi. Shuningdek, ya'ni Yusufni quduqdan qutqizganimizdek, Yusufni Misr zaminiga yerlashtirdik. Uningga tush ta'birini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishini oshirishga qodirdir, lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Tafsirlarda bayon qilinishicha, Yusuf alayhissalomni setib olgan qul savdogari keyinchi uni Misrning moliya ministriga sotgan. Chunki moliya ministri Yusufning qobiliyatini sezib, kelgusida davlat ishlarida uningdan foydalanadiganligini his qilgan. Shunga o'zining bolasi bo'lmaganligi uchun uni bola qilib olish niyatida bo'lgan. Amaldorlarning Yusufni setib olishi, uning arzon bahoda setilgandan keyin qimmat bahoda setilganligini ko'rsatib beradi. Chunki Yusufni tunji qitim setib olgan odam uni yasondirib, bahosini oshirib setishga chiqarganida baho talish 3 kun davomlashib, oxirida Yusufni o'zining eg'irligida oltin, o'zining eg'irligida kumush, o'zining eg'irligida ishpar, o'zining eg'irligida unchi marvoyit, o'zining eg'irligida yipak bahosiga Misrlik amaldor setib olgan. Ba'zi rivoyatlarda Alloh taoloning mundaq deganligi xabar qilinadi: "Ey odam o'g'li, sen bir narsa iroda qilsang, menmu bir narsa iroda qilaman. Lekin mening iroda qilganim reallikqa aylanadi. Agar sen mening irodamga taslim bo'lsang, irodangni sana beraman. Agar
mening irodam bilan raqobatlashadigan bo'lsang, sening irodangni ostin-ustun qilib etaman. Natijada yanada mening irodam reallikqa aylangan bo'ladi. Qur'on Karimda Alloh taolo ilmni madhilab, jaholatni tanqidlagan. Payg'ambar alayhisalomdan mundaq savol so'ragan: "Ey Allohning elchisi, amallaringning eng fazilatligi qaysi amaldir?" U Allohni tonish deb javob bergan. "Qandaq amal martabani oshiradi?" deb so'ragan. Yana Allohni tonish deb javob bergan. "Ey Allohning elchisi, biz amal haqida savol so'radik. Siz bo'lsangiz ilmdan javob beryapsiz" deganida payg'ambar alayhisalom Allohni tonigan holda qilingan oz amal foyda keltiradi, lekin jaholat bilan qilingan ko'p amal foyda keltirmaydi degan. Buyuklarimiz mundaq degan: ilmda kamolatga yetish amalda kamolatga yetishdan texmi fazilatlidir, lekin ilmni xatolashish amalda xatolashishdan xatarlikdir. Chunki amalning tunji sharti sap aqidadir. Bu sababdan payg'ambarlar Allohdan ilmini oshirishni tilab duo qilgan. Odam alayhisalom farishtalarning hurmat va sajdasiga, o'ziga ta'lim berilgan ismlar soyasida, Sulaymon alayhisalom u buyuk saltanatiga uningga berilgan inchik farosat va boshqarish talanti bilan, Yusuf alayhisalom bo'lsa qiyinchiliklar bilan to'lib toshgan zindondan qutulib saltanatga erishishi, chush ta'biri ilmi bilan qo'lga kelgan. Hazrati Yusuf va Zulayxa. Yusuf qiromiga yetganida uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Hazrati Yusuf o'sib yetilib balog'at yoshiga yetganida ko'rgan kishi hushini yo'qotib qo'yg'idek darajada qaddi qomati kelishgan go'zal bir yigitga aylangan. Uning bu taqturqi u turayotgan uydagi ayol Zulayxaning uning nisbatan boshqacha xiyollarda bo'lishiga sabab bo'lgan. Bu vaqa Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi. Yusuf turayotgan uydagi ayol, ya'ni Zulayxa, Yusufdan o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U eshiklarni taqib etib, "Beri kel" dedi. Yusuf, "Xudo panoh bersin. U, ya'ni ering, haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm solg'uvchilar haqiqatan nijot topolmaydi" dedi. U, ya'ni Zulayxa Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Parvardigorning ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmi uningga mayl bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ana shundoq saqladik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandalarimizdan edi. Zulayxaning ojiz nuqtasi boylik, shuhrat va shahvat orzusiga ega bo'lishi edi. U yosh, husni jamoli tangdoshsiz, kishilarni o'ziga maftun qiladigan jalbkor ayol edi. Uning ustiga Zulayxa hujursining eshigini qo'liplab olgan bo'lib, bundaq maxfiyatlik va tanholik gunohlarga texmi undaydi. U Hazrati Yusufga "Yenimga kel" deb o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. Qarshilik ko'rsatishda irodalarini ertalaydigan mundaq bir manzara oldida Yusuf alayhisalomning xeyli qiyin vaziyatda qolganligini ulug' Rabbimiz agar ro'shan dalilimiz bo'lmagan bo'lsa edi, umu mayl bo'lgan bo'ladi deyish orqali ifodalab berdi. Chunki bir erkakning hayotida duch kelishi mumkin bo'lmagan eng og'ir imtihonlardan biri yoshlik, go'zallik va boylikqa o'xshash har turli jalb qilish kuchiga ega bir ayoldan maxfiy bir yerda kelgan nafsoniy chaqiriq va iltifotga yoq deyish orqali rad qilishdir. Shunga Yusuf alayhisalom oldiga chiqqan bundaq chidovsiz jalbkorlikqa aldanmaslik uchun maazalloh deb ixlos va taqvolik bilan Allohga sig'indi. Buning bilan oyatda deyilgan ro'shan dalil orqali ilohiy qo'g'dashga erishdi. Bu sababdan insonni gunohga ilib boradigan butun dunyo go'zalliklari va insonni o'ziga jalb qilib, maylni tortadigan chaqiriqlarni rad qilishning yakka yagona yo'li bo'lsa, shu vaqtning o'zida maazalloh, ya'ni Alloh panoh bersin deyish orqali cheksiz qudrat egasi bo'lgan Allohga sig'inishdan iboratdir. Ba'zi tafsirlarda oyat karimdagi ro'shan dalil ifodasi bilan munosabatlik holda shular naql qilingan. Yusuf alayhisalom, "Diqqat, yaqinlashma"
degan ovozni anglagan vaqtida dastlabda u ovozga pisand qilib ketmadi. Lekin ovoz 3 qatim takrorlangandan keyin uning ko'ziga otasi Yoqub alayhissalom ko'rindi. Shuning bilan Yusuf alayhissalom o'zini tutib olib, Zulayxodan darhol yuzini o'rdi. Allohning izni bilan Yoqub alayhissalom o'g'li Yusufga ma'naviy yordam qilgan bo'lib, nafsi ammora, ya'ni yomonlikqa buyurgan nafsni tamsil qilgan Zulayxoga mayl bo'lishdan to'sib qoldi. Ali bin Hasan bir rivoyatida mundaq deydi: Zulayxoga tayyorlagan hujrada bir but bor edi. Yusufni chaqirishdan burun uning ustini bir rax bilan yepib qo'ydi. Buni ko'rgan Yusuf: "Nima uchun bunday qilsan?" deb so'radi. Zulayxa: "Meni bu holim bilan ko'rishidan hayo qildim" deb javob berdi. Buning ustiga Yusuf mundaq dedi: "Sen anglamaydigan, ko'rmaydigan va bir narsa bilmaydigan tosh parchasidan hayo qilasan. Meni yaratgan hamda eng go'zal suratda yaratgan Rabbimdan hayo qilishga haqqim yo'qmi?" Yusuf alayhissalom Rabbining ochiq dalilini ko'rib, intayin qo'rqqan holda tezlikda ishik tarafga qechishiga Zulayxomi uning orqasidan agashdi. Ularning ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun Zulayxa uni qaytirib kelish uchun ishga qarab yugurishdi. Bu chaqda u, ya'ni Zulayxa, Yusufning ko'ngligini orqasidan tortib yirtibdi. Ishik oldida uning, ya'ni Zulayxoning eri bilan do'qurishib qilishdi. U, ya'ni Zulayxa, sening ahliyangni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak, dedi. Misr bosh vaziri: "Mening ahlimga yomonlik qilishni o'ylagan kim u?" Zulayxa gunohiga ikkinchisini qo'shib: "Bu yigit men bilan munosabat o'tkazishni talab qildi" deb bo'xton chopladi. Bosh vazir Yusufga qarab: yigit, sana qilgan yaxshiliqimni mushunda qaytaramding. Meni g'am qayg'uda qo'ymasliging kerak edi", dedi. Yusuf alayhissalom ahvolning barg'on sari yomonlashib ketayotganligini ko'rib, o'zini oqlashga boshladi. Yusuf: "U, ya'ni Zulayxa, mendan munosabat o'tkazishni talab qildi", dedi. U, ya'ni Zulayxaning oilasidagilardan birisi guvohlik berib, Yusufning ko'ngliga oldidan yirtilgan bo'lsa, uning, ya'ni Zulayxaning so'zi rost, Yusufning so'zi yolg'on. Yusufning ko'ngliga orqadan yirtilgan bo'lsa, u, ya'ni Zulayxaning so'zi yolg'on, Yusufning so'zi rost, dedi. Yusuf alayhissalom o'zining pok ekanligiga doir bir dalilning ko'rsatilishi uchun Allohga duo qildi. U vaqtning o'zida Zulayxaning tog'asining 3 yoki 4 oylik bo'lgan o'g'li mo'jizaviy shaklda tilga kelib, Yusufning pok ekanligiga guvohlik berdi. U, ya'ni Zulayxaning eri, Yusufning ko'ngligining orqasidan yirtilganligini ko'rib: "Ey ayollar jamoasi, bu cho'qim sizlarning hilanglardir. Sizlarning hilanglar haqiqatan cho'ngdir", dedi. Ya'ni aytdi: "Yusuf, buni so'zlab yurmagin. Ayoliga, sen o'z gunohingga kechirim so'ragin. Sen haqiqatan xatolashding." Bu voqea xalq ichida tarqaldi. Shahardagi ba'zi ayollar Aziz, ya'ni Misrning podshohining xotini puliga kuyib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkora ozg'on deb qaraymiz, deyishdi. Yusufni ko'rgan ayollar qo'llarini kesib tashladi. O'zi haqida bo'layotgan g'ayvatlarni anglagan Zulayxa Misr ayollarini sinab beqish qaroriga keldi. U, ya'ni Zulayxa, ularning gap so'zlarini anglab, ularga mehmondorchilikka chaqirib, odam avatdi. Ularga yo'lanadigan takiya yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Zulayxa Yusufga: "Sen chiqib ular bilan ko'rashgin", dedi. Ular Yusufni ko'rib hang-tang bo'lib qolishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular: "Bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamzod emas, faqat bir isil farishtadir", deyishdi. Oyatdagi yo'lanadigan yostiqlar ma'nosini ifodalaydigan mutaakkan kalimasi yemak so'rini degan ma'noda kelgan. Chunki ular mag'rur insonlarning urf-odati bo'yicha yeb ichgan va suhbat qilgan chog'larida yostiqlarga yo'linib o'ltirishadi. Bu sababdan yo'linib o'ltirib tomoq yeyish cheklangan. Payg'ambar alayhissalom: "Men bir yerga yo'linib o'ltirib tomoq yemayman", degan. Oysha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalomning yuz go'zalligini
Yusuf alayhissalomga selishtirib mundaq degan: Misr xalqi payg'ambar alayhissalomning yuzining go'zalligini ko'rgan bo'lsa edi, Yusuf alayhissalom uchun pul xajlamagan bo'ladi. Zulayxoni ayblagan ayol payg'ambar alayhissalomning parlaq yuzini ko'rgan bo'lsa edi, qo'llarining o'rniga yuraklarini kesishgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom o'zining taqturqining go'zalligiga o'xshash axloqining go'zal bo'lishi uchun davomliq duo qiladi. Aynakka qaragan vaqtlarda axloqini ta'kidlagan holda: Rabbim, yaratilishimni go'zal qilganingdek, axloqimni go'zal qilgin. Rabbim, meni axloqning eng go'zalligiga yetkazgin. Shubhasiz, uningga faqat sen yetkaza olaysan, deb duo qiladi. Misr ayollarining Yusufning ko'z qamashtirgan bu go'zalligi oldida hang-tang qolganligini ko'rgan Zulayxa, ya'ni Zulayxa, mana bu sizlar uning uchun meni ayblagan haliq odam. Men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim, lekin u o'zini chin saqladi. Agar u yanada buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlanadi, cho'qim xor odam bo'lib qoladi, dedi. Yüzü quyoshdak parlaq va 14 kunlik oydinmu go'zal bo'lgan Yusuf alayhissalom Misr ko'chalarida mang'anida ayollarning fitnasidan qo'rqdi va qo'lini ichib Rabbidan o'zini muhofazat qilish uchun duo qildi. Chunki haqiqatdan g'ofil ayollarning hiyla-mikrlari shaytonning to'zaqlaridanmu xatarlikdir. Yusuf: Parvardigorim, menga ular undigan narsadan ko'ra zindon suyumlikdir. Agar ularning hiylasini mendan dabi qilmasang, insonchilikda ularga mayl bo'lib qolaman, nodonlardan bo'lib qolaman, dedi. Ba'zi olimlar bu haqda mundaq dedi: nafsiga yo'l qo'yish, ya'ni nafsi orzularini amalga oshirish orqali uning yomonligidan qutulish mumkin emas. Uningdan qutulishning birdan-bir chorasi Allohga sig'inib, uning amrlarini bejo keltirishdan iborat. Haqiqatan Yusuf alayhissalommo Rabbiga sig'inish bilan nijotlikka erishdi. Parvardigori uning duosini ijobat qilib, ularning hiylasini Yusufdan dabih qildi. Alloh iltijo qilguvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Alloh taolo muhofazat qilmagan bo'lsa, hech bir qalb, bir payg'ambar qalbining kamoliga ega bo'lgan taqdirdimi, inson tabiati dunyosining to'zaqlaridan bir qism orzularga mayl bo'lishdan, nafsining istaklaridan va shaytonning vasvasidan xotirjam bo'lolmaydi. O'z-o'zini qo'g'dab qololmaydi. Yuqorida bayon qilingan oyatdagi Rabbingning ochiq dalili ifodasi bu haqiqatni izohlab beradi. Shuning uchun bir qul bo'lish sifatimiz bilan bizning vazifamiz nafsimizning ozdirishlariga qarshi har doim hushyor bo'lib, bu jihatdagi ojizligimizni e'tirof qilgan holda Allohga sig'inishimiz kerak. Zindon Yusuf alayhissalomning duosining qabul bo'lishi bilan ondan ular Yusufning begunoh ekanligiga doir paketlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. Yusufning ustidagi kiyimlar soldirilib, ustiga yungdan to'qilgan qalin chapan kiydirilib, putiga zanjir bog'landi. Yusuf alayhissalom zindonning ishga oldiga kelganida beshini egib, "Bismillah" deb kirdi. Kishilar atrofni qurshib oldi. Yusuf alayhissalom birdan yig'lashga boshladi. Jibril alayhissalom kelib, "Nimishqa yig'laysan?" deb so'radi. Yusuf alayhissalom namoz o'qiydigan yer topolmaganligi uchun yig'laganligini aytdi. Jibril alayhissalom uningga: "Xohlagan yerda namoz o'qi. Alloh zindon ichi va sirtida 40 kaz yerni sana pokiz qilib berdi", dedi. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit birga kirgan edi. Ularning biri: "Men tushimda o'zimni haqiqatan o'zimdan haroq siqayotgan ko'ribdiman", dedi. Ikkinchisi: "Men tushimda o'zimni haqiqatan beshimda non ko'tarib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman. Ta'birini bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan, ya'ni tush ta'bir beralaydiganlardan deb qaraymiz", dedi. Yusuf aytdi: "Ikkinglarga sirtdan tamoq kirishdan burun uning nima ekanligini sizlarga aytib berolmayman. Bu Parvardigorim menga bildirgan narsalardandir. Shubhisizki, men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini tashladim." Bu ikki yigitning zindonga tashlanishi haqida mundaq ikki rivoyat bor.
Misrning bir turkum mərtəbəli kişiləri Padişah Rayyan bin Validini zəhərləb öldürüb, uning o'rniga o'z ishchidan tanlagan bir kishini turg'izishni o'ylagan edi. Buning uchun padişahning tamoqini etadigan oshpaz va sharbatchisini har xil va'dalarni berib aldab, ularni padişahning tamoqiga va ichimligiga zahar selishga qoyil qildi. Sharbatchi bu ishning oqibatidan qo'rqib, zahar selishdan voz kechdi. Oshpaz bo'lsa bu ishni amalga oshirdi. Taom dasturxonga qo'yilib, padişah qo'lini uzatishiga sharbatchi: "Ey padişah, to'xta, chunki u yemekda zahar bor", dedi. Oshpazmi: "Ey padişah, to'xta, u sharbatda zahar bor", dedi. Shuning bilan padişah sharbatchiga u sharbatni ichishga buyurdi. U ishkilanmay ichdi. Uningdan keyin oshpazga u g'izodan yeyishga buyurdi. Lekin oshpaz yemadi. U g'izoni bir hayvonga yegizgunida hayvon shu hamon o'ldi. Orqadan har ikkisi zindonga tashlandi. Zindonda oyatda deyilgan tushlarni ko'rdi. Yusuf alayhissalom bir zindonda yotgan bu ikki yoshga tavhid aqidasini tabliq qilishni o'yladi. Ularning tushiga ta'bir berishdan burun o'zining haqdan yo'lida ekanligini, ega bo'lgan ilmning Janobi Alloh tarafidan berilganligini va misrliqlarning xato yo'lda ekanligini bildirib, ularni tavhidga tayyorlab, haq dinni tabliq qildi. Bu yerdan e'lingan ibrat shuki, mo'min beshiga ig'ir kulfatlar kelgan taqdirdami, yomonlikni to'xtatishdan iborat vazifasini to'xtatib qo'ymaslik kerak. Mana bu va buningdan keyingi 3 oyat Hazrati Yusufning tablig'i bilan munosabatlikdir. Men ajdodlarim Ibrohim, Isoq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. Turmidosh og'inlar, tarqoq ko'p ma'budlar yaxshimi? Qudratlik bir Alloh yaxshimi? Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-buvalaringlar taqib olgan butlarning va g'ayrining nomlaridan iborat. Alloh ularning Allohning sheriki bo'lish to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. Ibodat va ibodat ichidagi barcha hukmlar faqat Allohga mansub. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ridindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi.